Salom do'stlar. Xo'p, bugun bog'imizga olcha, ya'ni e, xalq tilida shpovnik deydimi? Shunaqa tergani chiqdik. Hozir mana bu shpovniklarimiz asha pishdi hozir. Xo'p, qaranglar, daraxtni kattaligini ko'rsataman. Daraxt mana shunaqangi katta bir 4 yillikmi bo'lgan bunga. Xo'p, bundan xuddi shundan ikkita mashina kattalikdagi bor. Hozir uni bittasini ko'rsatib o'taman. Keyingisi esa bundan sal bulardan kichkinaroq, ancha kichkina. Hozir keyingisini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu keyingi shpovnigimiz. Bu undan kichkinaroq. Bundan ham kichkinasi bor. Jami bo'lib 3 tup shpovnigimiz bor. Kecha oilaviy ota-onalarimiz bilan chiqib bolalar terishibdi, men yo'q edim. Pastki qismlarni terishibdi. Bu olcha mana shu pastki qismlarigacha, o yerga tegib turgan joylarigacha zo'r qiladi mana. Asosan endi bu bog'da bodam bog' hisoblanadi, ya'ni prezidentskiy bodamlar ko'proq ekiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Asosan bodam. Taylar mana kartoshkalar, pomidorlar ekib turamiz. O'rtada mana bunaqangi olchalar ham ekilgan. Xo'p. Hozirgi kunda mana shu olcha, ya'ni shpovnik 17 mingdan 1 kilosini olyapti ekan. 17 mingdan. O'tgan yili 12 mingdan oluvdi. Hozir mana shu ikkitani ko'rsatdim, yana bitta bor, uni ham ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. U juda kichkinaroq. Kecha 37 kilo sotib ketdi, ya'ni 630 qancha mingmi pul bo'libdi. Ko'ramiz qani buni ham, ya'ni shpovnik ekib daromadi qancha bo'ladi. Bularni ko'ramiz. Qani qancha ekib ya'ni ekib bundan foyda ko'rsa bo'ladimi? Daromadi qancha, buni ham gaplashamiz. Hozir o'g'lim bilan birga terishni boshlaymiz. Hop, bular hozir atrofimizda oladi, korzinkalarigacha o'zi berishadi. Korzinkalariga terib olib borib topshirasiz, yana korzinka olib kelaverasiz. Shunaqa. Mana o'g'lim o'zi tepasiga chiqib, mana bu eng katta olchani terishni boshladi. Meni o'g'lim ismi Faxriddin. Faxriddin, assalomu alaykum deb qo'ychi. Assalomu alaykum. Video ko'rinmayapsan o'g'lim. Menga yordamchi bo'lib qolgan. Mana bu qism o'zimizning oilaga qoladi. Mana shu shoxdan bu qismlar qoladi, o'zimiz yeymiz. Qishga xolodilnikka mana shu shipovnikni shunday olamizda terib, pishgandan keyin bakalishkalarga solib, danagini olmasdan mana shunday xolodilnikni morozinkasiga qo'yib qo'yamiz. O'tgan yil ham shunaqa qilganmiz, keyin bundan tashqari kompotlar va varenyalar qilib qo'yamiz. Hozir ham, ya'ni mana shuni shunday morozinkka solib qo'yganimiz hali ham turibdi. Hali ham pishiriqlarga, bunaqa bir narsalarga ishlatamiz. Xo'p, biz olchani terishni boshladik, bo'lmasa bizga kuch-quvvat. Zo'r bo'lib pishdi, kelaverasizlar agar mabodo yegilaring kelsa. Mana olchalarimizni ham terib bo'ldik. O'sha shponka deydi. Hozir buni yana bundan bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, katta mana qancha chiroyli olchalar. Mana yana bittasini o'g'lim ko'tarib kelyapti. To'lganini. Yana 3 tasi to'ldi. Jami bo'lib 6 ta mana bunaqangi korzinkada bo'ldi. Yarimta paqirchada bo'ldi. Aytib o'tganimdek, mana bu qismi o'zimizga qoldi mana. O'rnida ham jinnis qolib ketdi, juda baland ekan, bo'yimiz yetmadi. Endi bu olchalarni hozir olib borib sotamiz. Kuzatib boring, qani qanchaga sotamiz, qancha bo'ladi, ularni ko'ramiz. Hop, olchalarimizni tortgani keldik.
Hozir qancha chiqargan ko'ramiz. Mana shu yerda Shipownik deydimi, shuni hammasi mana shu tortishlar juda ko'p. Beshariqda uzun qishloq degan joyda. Mana udan Amdarxondan kelishdi, bog'dan Beshariqga kelishdi. Mana shu tonnalab olishadi. Bizniki mana bular mana. Hozir ko'ramiz necha kilo chiqar ekan. Ha, yozib oling. Taroziga qo'yishni boshladik. 13 kilo 74 chiqdi bunisi. 21 kilo bo'lyapti. Kecha 37 kilo chiqqan ekan. Bugun 37 kilo chiqarmikan? 35 kilo chiqdi. O, bugun ko'p teribmiz, xudo xolasa. Hop, 49 kilo ekan. 3,5 kilo. 3,5 kilo tanaga olib tashlaymiz ekan mana shakarlarimiz. 49 kilo bo'lsa 3,5 kilo chiqarib tashlayapsizmi? 3,5 kilo. Demak 49 dan bo'lsa 45,5 bo'ladimi shunda? Akalar, pullarni oldik. Hop, 775 ming bo'ldi. Kecha 640 minglik sotilgan ekan. Jami bo'lib shunda 1,415 ming so'm bo'ladi. Jami pulimiz. Endi uyda yana bir paqirchoq qoldi. O'tgan yili 1,300 minglik sotdik. O'tgan yili 12 mingdan sotdik. Bu yil 17 ming, ya'ni 5 ming qimmat sotib, 100 minglik oshcha sotibmiz xolos. Bu degani olchalar kam qilgan. Ya'ni o'sha katta olchalarimizdan bitta zo'r qildi, unisi haqiqatan kamroq qilgan. Shuning uchun bu yil menimcha olchalar kamligi uchun ham bu yil 17 mingdan sotishgan. Barakasini bersin, hozir buni endi qizim, men, o'g'lim bilan bo'lishamiz. Foizlarni aytib o'taman. Qizim bilan 15% ga kelishganmiz. Ya'ni 775 mingni 15% qizim oladi. 35% qismini o'g'lim oladi. Qolgan 50% qismini men olaman. Va bundan uydagilarga xudo xolasa ehson qilib kabob olib kiramiz xudo xolasa. Rahmat kuzatib o'rganganingiz uchun. Like'larni bosinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar.